jarayondan noroziman. Meni gaplarimni umuman inobatga olmayapti. Menga hech narsani 3 oygacha birorta qidiruvdan menga ochiqlamagan hech narsa. Tergovchini ham oldiga borganman. Boshqa joyga ham borganman. Ichki ishlar o'ziga ham borganman. Axborot xizmatiga ham necha marta murojaat qildim. Ma'lumot beringlar menga, nima bo'lyapti? Tergov jarayonini aytinglar. Birorta ma'lumot berganman. Sariosiyo tumanida o'zida ikkita bola yo'qolyapti. Meni bolam 26-aprel kuni yo'qoladigan bo'lsa, 21-may kuni Muhammadjon, 12 yoshli Muhammadjon maktabga borib, maktabdan chiqib uyiga qaytguncha postoyanno borib kelib yurgan yo'lida yo'qolyapti. Bitta kameraga tushyapti, ikkinchi kameragacha bormayapti. Uni ham suvga deb suvga 3 kungacha oqtadi. To'palang suv borib 3 marta quritib qo'ydi. Birorta bir belgisini topgandi. Qachongacha yosh bolalar yo'qoladi? Qachongacha topilmagan, izini topilmagan narsamizni bedarak deb delasini chekkaga surib qo'yamiz. Izlash kerak. Yosh bolalar yo'qolib ketyaptimi? Oxirigacha olib borish kerak bu narsani. Qachongacha mana shunday ota-onalar zor bo'lib paqshab yuramiz. Mana qo'limda shuncha xatlar bor, birorta lekin o'zgarish yo'q mana. Hamma xatlar mana shuncha qog'oz yetka bilan yuraman. Surxondaryodan mana shu qabulni eshitib, e'lon chiqqandan birdan uyimdan chiqib yetib keldim. Hali uxlaganim yo'q 2 kundan beri. Ayolim ham mana shu yerga yuribdi. Gumonim, endi bolam yo'qolgan vaqtga to'g'ri kelyapti. Bir ayol kishi onasini ko'rgani kelyapti. Qo'lida sumka yo'q. Yozda kunida palto, oyoqda etik. Onasini ko'rgani kiryapti uyiga. 9 minut o'tiryapti. Qaysi qiz onani ko'rgani keladi, 9 minut o'tiradi. Yana 9 minutdan keyin katta ryukzak sumka bilan qo'lda ravnomer qilib, chap qo'lda paltoni olib ketyapti. O'ng qo'lda katta sumkani olib chiqib ketyapti. Lekin tergovchilar menga mana shu narsani ham sumkani ekspertizaga berdik deyapti. Ochiqlamayapti. Ayolni uyiga endi bilmayman, menga ochiqlanmayapti. Kirdik deyapti, boshqa narsa. Ochiqlanmayapti, hech narsa menga. Hanuzgacha sir bo'lib qolyapti. Nimaga ochiqlanmayapti desam, tergov sirri. Men 3 oydan o'tdi, 100 kun bo'ldi. 26-apreldan beri bir og'iz hol ishlaganim yo'q. Kirmagan joyim qolmadi. Viloyatimiz hokimigacha kirib chiqdi.